ألف باء تاء ثاء وكذا جيم حاء خاء وحروف من نور مازت قرآنا بحروف جاء ألفاظ تسكب ببيان ومعان عظمى وحسان فيها إيجاز سحري يعجز مقدرة الفصحاء. Bismillah. Siz azizlar bilan boshlang'ich nahvdan ikkinchi darsni boshlaymiz. 7-betga qaraysiz. Ma'rifa va nakira. Ma'rifa, ya'ni aniq predmetlar degani. Biz ism haqida gaplashayotgan edik. Nakira esa noaniq. Demak, ma'rifa muayyan bir shaxsga yoki narsaga dalolat qiladigan ism. Ma'rifani 7 ta turi bor. Birinchisi zamirlar, kishilik olmoshi. Misol uchun ana bu alohida shunday ishlatiladi. Munfasil, bo'linib. Buni qo'shimchasi bor. So'zlarga qo'shiladigani ya. Misol uchun kitob oxiriga yani cho'zg'ini qo'ysangiz, kitabi desangiz, mening kitobim. Lekin ana talibun, men talibman degani, student, o'quvchi. Antaniki esa ka so'zlarni oxiriga qo'shilib keladi. Huvaniki hu. Anta degani siz, huva degani u. Ikkinchisi alamlar, atoqli otlar. Muhammad, Makkatu, Zaydun. Ya'ni Muhammad ism, Makka joyning nomi, Zayd ham ism. Uchinchi turi ismi ishora, ko'rsatish olmoshlari. Bu hada, bu degani. Erkak jinsiga, ayol jinsiga hadihi, haulai, ular degani. Uchinchisi ismi mavsulalar, allazi, allati, man va ma. Allazi, allati biri erkak jinsi, ikkinchisi muannas ayol jinsiniki. Ma'nosi u shundayki degani. Misol uchun bir kitobni aytsangiz, u shunday kitobki bunday deysiz. Kitabul lazi deb allazini qo'shasiz. Qur'onda bu juda ham ko'p keladi. Man va ma'ni ism mavsula vazifasi ham bor. Demak, mana bu ma'rifa ekan. Beshinchisi alif va lam. Bu ko'pchilikka tanish. Biz oldingi darsda ham aytdik. Al-baytu deb aytsangiz, muayyan bir uyni nazarda tutayotganingizni bildiradi. Oltinchisi yuqoridagilarning birortasiga muzof bo'lgan ism, ya'ni qo'shilib kelgan. Hati kitabi al-jadida. Bu joyda ya. Kitabidagi ya izofa bo'lib, undan oldingi so'zga qo'shilib kelyapti. Bunga boshqa misol keltiradigan bo'lsak, kitabut tolibi, o'quvchining kitobi. Mana bu joyda diqqat qiling. Birortasiga muzof bo'lgan ism. Ya'ni mana bu misolda yaga kitob muzof bo'ldi. Demak, kitob bu aniq ma'rifadir. Muayyan bir narsaga aytilyapti. Ya'ni mening kitobimga aytilyapti. Endi kitabut tolibi desangiz, bu yerda ham kitob so'zi ma'rifa bo'ladi. Chunki tolibni kitobligini, aniq kimligini bildingiz. Endi oxirgisi munavdo bobidagi qasd qilingan nakira ismlar. Ya rajulu desangiz, hoy erkak. Albatta siz bir kishini chaqirayotgan bo'lasiz. U kishi muayyan bir kishi. Duch kelgan kishini chaqirmayapsiz. Nakiraga o'tamiz. Bu muayyan shaxs va narsa qasd qilinmagan ism. Ya'ni siz iroda qilmaysiz muayyan bir narsani yoki biron bir kimsani. Mislu, g'oyru, shibhu kabi ba'zi ismlar juda ham noaniqligi uchun ma'rifaga muzof bo'lsa ham ma'rifa bo'lmaydi. Jaa rajulun mithlaka. Bo'ldi. Mithlaka keldimi? Mana bu joyda ka qo'shimchasi buni oldi. Bu kishilik olmoshi edi. Buni olsa ham mithl so'zi nakira bo'ldi. Chunki uning ma'nosi nakiralikni, noaniqlikni bildiradi. Rajulun ham shu kabi. Fe'llar 3 qismga bo'linishini aytdik. Bu yerda boshqacha misollar kelgan ko'rinishi.
Kataba solla bo'lsa o'tgan zamon. Xaraja chiqdi, solla o'qidi namoz. Hozirgi kelasi muzori yaktubu yusolli namoz o'qiyapti. Bu kitobda xo tushib qolgan ekan, yaxruju bo'ladi, chiqyapti. Uktub bu yoz degani. Oxirida sukun bilan kelyapti. Endi boshqacha buyruq fe'lini ko'rinishi namoz o'qi deb biron bir kishiga buyruq bermoqchi bo'lsangiz, solli yoki buni boshqa ma'nosi ham bor. Salovat ayt demoqchi bo'lsangiz, solli alan nabiy. Allohumma solli ala Muhammad deb salovatda aytishligimiz ham mana shundandir. Uxruj bu buyruq fe'li, chiqib ket. Endi harflar bu 3 qismga bo'linadi. Faqat ismlar bilan keladigan harflar bor. Yuqorida sarf fanida biz aytdik, harflar bog'lovchi bo'ladi, yuklama, undov. Mana bu joyda misollar bilan kelyapti. Demak, fi, ila, min kabi harflar faqat ism bilan keladi. Fil madrasati. Undan oldingi darsda ham aytdik buni. Faqat fe'llar bilan keladigan harflar lam, an va hokazo. Ya'ni lam yafham. Undan oldingi darsda buni aytdik. Endi ikkalasi bilan ham keladigan harflar bor. Bu va bog'lovchi, hal so'roq belgisi. Shu joyda eslatma, omil bajaruvchi bu birorta kalimaning oxirini o'zgartiruvchi narsadir. Bu ikki xil bo'ladi. Ma'naviysi ikkita o'rinda omil ma'naviy bo'ladi. Mubtado, ya'ni gapni boshlovchidir. Bu Muhammadun mujtahidun. Bu yerda Muhammad birinchi mubtado kelyapti. Muzori fe'lida ham yaktubu fe'li bu joyda ma'naviy omil bo'ladi, ya'ni u bajaruvchi. Ikkinchisi lafziy. Yuqoridagi ikki turdan boshqasi lafziy bo'ladi. Kataba Muhammadun fil bayti bo'lsa yoki inna Muhammadan mujtahidun. Mana bu jumlalar. Keyingisi bino va mabnilar. Ya'ni mabni degani so'zda yoki fe'lda uning oxirgi omillari o'zgarmay qotishligi, doim o'shanday kelishligi. Mana shunday qotishlik bino deyiladi. Ya'ni qurib qo'yilgan, u buzilmaydi. 6 xil bo'ladi. Birinchisi sukunga bino bo'lishlik, ya'ni sukunda qotib qolgan. Lam harfi bo'ldi. Doim mana shunday ko'rinishda keladi. Zammaga mabni bo'lish haythu. Mana bu harf ham doim mana shu ko'rinishda keladi. Haythu jihat ma'nosi yoki mana shu yer qayerdan degan ma'nolarni beradi. Uchinchisi fathaga mabni, bu ayna. Ayna qayerda savoli, bu harf doim mana shunday ko'rinishda keladi. Keyingisi kasraga mabni, bu bi. Bismillahdagi bi doim kasra bilan keladi. Beshinchisi oxiridagi illat harfning hazf bo'lishiga mabni bo'lish. Yuqorida sollini aytdik. Bu joyda ud'u kelyapti. Ud'uni oxirida asli ud'u va illatli harfi bo'lgan va mana shu illat harfi kasal harf olib tashlangan. Uni bino bo'lgani o'sha kasal harf olib tashlanganiga deyiladi. Nunning hazf bo'lishiga mabni bo'lish ham bor. Bu uktubani, uktubina. O'zi aslida mana shunday nun bo'lishligi kerak. Ammo buyruq fe'lida yoki nahi muzori fe'lida biz nunni olib tashlaymiz. Mana shu nunni olib tashlanishligi ayni o'sha harf shu joyda mana shu nunni olib tashlashlikka mabni bo'linganligiga aytiladi. Demak, shu joygacha biz mabnilikni 6 ta turini o'rgangan bo'ldik. Mabni desa, mana shu narsalar ko'z oldingizga kelishligi kerak. Mabnilar o'zi nimalarni o'z ichiga oladi desangiz, harflarni o'tdik. Ism bilan, fe'l bilan keladigan. Ularning hammasi mabni. Oxiri undisi o'zgarmaydi. Sukunidan boshqa joyga qimirlamaydi. Bu misollardan edi. Ikkinchisi mozi, o'tgan zamon fe'llari o'sha holida qotadi. Uchinchisi amr fe'llari. Misol uchun yuqorida aytdik, uktub.
Mana bu fe'lni biron bir omil kelib o'zgartira olmaydi, balki u mana shu joyda qotgan. Asli mabnilar mana shular edi. Keyingi 4-inchisi muzori fe'liga ta'kid nuni yoki muannasning ko'plik nuni qo'shilib kelsa, yaktubna yoki yaktubanna. Tushuntiramiz. U ayollar qildilar yoki qilyaptilar demoqchi bo'lsangiz, yaktubna, mana bu na qo'shimchasi qo'shiladi asli harflarga. Endi u qildi deb aytayotganingizda ta'kidlamoqchi bo'lsangiz, tashdidli nun qo'shiladi va mana bu joyda, mana bu ikki turdagi fe'l ta'kidli nunga va muannasning ko'plik nuniga bino qilingan deyiladi. Va mana bu o'zgarib turishligi ham mumkin. Keyingi 5-inchisi, asli mabnilarga o'xshagan ba'zi ismlar ham mabni bo'ladi. Ya'ni bu o'xshashlari. Yuqorida aytganlarimiz ana, anta, hum ular degani. Bular mana shu holda qotgan, o'zgarmaydi. Ismi ishoralar hada, hadihi, haulai. Mana bu kasra bu yerdagi hech qachon biron bir omil kelishligi bilan o'zgarmaydi. Shuning uchun mabni deyapmiz. 3-inchisi ismi istifhom, ya'ni so'roq ismlar. Man, mata, ayna. Mana shu joyda oxirgi unlilari va mana bu yalar hech qachon tushib qolmaydi. Ismi shartlar, ya'ni mata tadhhab, adhhab desangiz, sen qachon borsang, men ham boraman. Shu joyda qachon ismi shart bo'lyapti. Mana bu gapda qo'llanyapti. Man, ma, ayna bularni vazifalaridan ismi shart ham deyiladi. Bular muhimi mabni. Keyingisi ismi mavsulalar, yuqorida aytdik. Bular ma'rifa va shu bilan birgalikda mabni ekan. Oxiri unlilari o'zgarmaydi. Allazi, allati, man, ma. Shu joyda qotadi. Oxirgisi ismi fe'llar. Ba'zi ismlar fe'l ishini ham bajaradi. Ularning ma'nosi fe'lning ma'nosi kabi bo'lgani uchun fe'lning alomatlarini qabul qilmaydi va ismning ba'zi alomatlarini qabul qiladi. Misol uchun sohin deb yoziladi. Tanvin olaveradi ism kabi, ammo ma'nosi jim bo'l degani. Allohu a'lam. Ismi fe'llar 3 xil. Mozi ma'nosida bo'lgani hayhata Qur'onda keladi, ba'uda ma'nosida uzoqlashdi. Ikkinchisi muzori ma'nosida bo'lgan ismi fe'llar uffin atadajjaru ma'nosida, ya'ni ranjiganimni izhor etdim. Keyingisi ism ammo buyruq fe'li ma'nosida. Yuqorida aytganimizdek, soh uskut, ya'ni jim bo'l degani. Faqat, ya'ni intahi, tugat degani. Bugungi darsda biron bir mashq yo'q, ammo darsdan tushunganlaringizni yozib gapirib berishga tayyorlanishingiz kerak.